Hop, adashmasam yana ozgina orqaga, yana ozgina va mana bu yoqqa bursam, bo'ldi. Adashmasam hammasi yaxshi. Endi mashinani o'chiramiz, mana buni ham va bularni ham barchasini o'chiramiz. Xo'sh, hammasi ajoyibmi? Hammasi oho, ajoyib. Juda ham idealniy va juda ham yaxshi. O'ylaymanki, hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Yaxshi va hamma narsa ishlayapti, juda ham zo'r. Hop, ana endi orqani ochish kerak. Hop, mana bunday, mana bunday. Oho, juda ham ajoyib. Hey, barchaga salom obunachilar, sizlar bilan men O'tirik va bugungi yangi video roligimizga xush kelibsizlar. Albatta videomizni boshlashdan oldin videomizga like bosib, kanalimizga obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar. Unda men bugungi video rolikni boshladim. Albatta obunachilar, bugungi videoda men mana ko'rishlarim mumkin juda ham yangi uyga ko'chdim va mana bu yangi uyga ko'chganim munosabati bilan xo'p, hamma narsasi yaxshimi, hozir bitta tekshirib olish kerak. Qayerdan ocharida jin olsin, bu Isuzu'ni ham mana hop, hamma narsasi yaxshi, qizib ketmaganmi, boshqa narsa bo'lmaganmi, adashmasam hech narsa bo'lgani yo'q. Mayli, qaytarib yo'qamiz, obunachilar bo'ldi, cho'tki mana. Mana shunisi yomon yo'qotdi, mana shunaqa katta mashinalarda bor, kapoti juda ham g'alati ochiladi, saloni bilan ko'tariladi. Ha, mayli. Hop, bu yerda yuklar, bularni barchasini opa, sekin, bularning barchasini olib chiqish kerak. Chinursin oyog'im tagiga nima bo'lyapti? Mana bu yerdan sakrasakchi. Hop. Yo'q, yaxshi emas. Ha. Bularning ichida hech narsa yo'q, demak bitta olib kirish kerak. Ko'pchilik mendan bitta narsani so'raydi. Aka, shu modlarni qayerdan yuklab olsak bo'ladi deb. Shu sabab barcha modlarni Telegram kanaliga tashladim. Agar sizga ham kerak bo'lsa, opisiyadan yoki kommentariyadagi silka orqali Telegramga o'tib modlarni yuklab olishingiz mumkin. Unda videoni davom ettiramiz. Tushunarli obunachilar, hozir mana bu mashinani birinchi bu yerdan olib turishimiz kerakmi yo xalaqit qilmaydimi ekan? Adashmasam xalaqit qilmasak kerak deb o'ylayman. Ya'ni bizga hech qanaqa zarar tegmaydi va mana bundan boshlaymiz. O yaxshi, bularni olamiz. Mana buni olib tashlaymiz. Bo'ldi, yaxshi. Mana buni bu yoqqa qo'yib tursak, o yaxshi bo'lar ekan. Xo'p, qayerga qo'yib tursak bo'ladi? Olgan yuklarimizni mana bu yerga qo'yib turamiz va bularni tepaga olib chiqish kerak obunachilar. Xo'p, juda ham katta uy ekan, lekin to'g'rimi obunachilar? Kommentga bir o'z fikrlaringizni yozinglar, lekin juda ham katta va shinam uy ekan. Menga yomon yoqdi bu uy. Mana bunday. Yo, buni bu yoqqa qo'ysak, o cho'tki bo'ladi. Yoki mana bu tarafgami, qaysi tarafga? Mayli, mana shu tarafga turib turarsan, hozircha yuklarni joylab bo'lgandan keyin yana o'zgartirishimiz mumkin-ku axir. Mana bunday. O, qani batutni. Bu ajoyib obunachilar. Albatta videoga like bosmagan bo'lsanglar, like bosib, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Ajoyib, cho'tki. Sekin. O yaxshi, juda ham zo'r. Bitta to'xtasa bo'lar ekan, shunisi zo'r ekan obunachilar. Hop, yana nima yuklar bor bizda? Yana buni ichida oho, uydagi barcha narsalarimni deymanda bular. U pullarim ham shuncha kirib ketgan ekan. Aytdim men nimaga pulim kam deb. Mayli, buni olamizda, buni mana buni ustiga qo'yib turamiz obunachilar. Xo'p. Endi sekin eshikni ochamiz. U uyda ichi ham ancha kattagina, lekin yaxshi. Xo'p, buni mana bu yerga qo'yamiz. Xo'p. Yana bizda mana bunaqa gaz bor ekan. Buni tepasiga qo'yamiz adashmasam. Mana buni bu yoqqa qo'ysak, yaxshi, bitta ortib qolyapti, nimaga bilmadim. Xo'p, mayli, bizga keyin ventilyator bor. Ventilyator mana shu yerga qo'yamiz, ishlab tursin. Konditsionerni ham qo'yamiz va bu yerdagi mana buni mana bu yerga bitta qo'yib qo'yamiz. Ajoyib, cho'tki juda ham. Wi-Fi ni esa mana bu yerga qo'ysak yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman obunachilar. Nima deb o'ylaysizlar? Yana kommentga yozib qoldiringlar. Xo'p, yana bizda nimalar bor? Mana buni ichida hech narsa yo'q ekan, buni olib qo'yamiz. Mana bu yerga qo'yamiz. Buni tinchgina, buni ichida nimadir bormi? Aytdim, nimaga osmonda bemalol turib ketsam, buni ham ichida hech narsa yo'q ekan. Va xo'p, mana buni o'chirsin sekin. Mana buni ichida ham hech narsa yo'q. Xo'p, mana buni ichida-chi. Buni ham ichida hech narsa yo'q. Nimaga shunchaki oddiy korobkalarni sovurishgan bular, tushunmadim men. Oho, mana uyning hamma dekoratsiyalari mana shumi deymanda obunachilar, narsalar ko'pligini qaranglar. Bu bitta korobkani bu yoqqa mana buni ham olib qo'yamiz. Yaxshi obunachilar, sekin tushib olamiz endi. Va juda ham ajoyib bu korobkalarni mana bu yerga taxlab tashlaymiz. Va shi zo'r. Buni ham mana bu yerga qo'ysak, cho'tki bo'ladi. Xo'p, buni oldiga, qarochi nimadirlar deb yozilgan ekan, bilmadim nimaligini. Xo'p, buni mana bu yerga, buni-chi, hamma eshigini tepasiga qo'yib ekan. Bu ishlayaptimi? Ishlayapti. Ajoyib. Mana buni, xo'p, endi yaxshi, mana buni ham solib qo'ysam zo'r bo'ladi. Xo'p, mana bunaqa gul bor ekan. Bu gulni mana shu yerga qo'ying keldi. Nimagadir mana bu lampochkani, mana bu yerga lampochka mana bu yerga qo'yamiz. Sababi kechqurun kerak bo'lsa, mana shu yerdan olib ishlatsak bo'ladi. Xo'p, buni mana bu yerga qo'yamiz. Qirishni ham mana shu yerga qo'ysam cho'tki bo'ladi deb o'ylayman obunachilar. Nima deysiz? Yana kommentariyaga yozib qoldiringlarchi bir fikringizni. Xo'p. Va bizda yana ikkita mana bunaqa gul bor ekan. Buni mana shu yerga qo'yamiz, mayli. Adashmasam, ancha chiroyli chiqyapti. Nima deb o'ylaysizlar obunachilar? Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar albatta. Chunki juda ham muhim men uchun bu. Tezroq 1000 ta obunachi bo'lishimiz kerak. Xo'p.
basketbol to'pni mana bu yerga qo'yamiz. O grillni mana bu yerga qo'yamiz. Pishirgani kerak bo'ladi. Hop, buni bu yoqqa, bunisini mana bu yoqqa qo'yamiz. Yaxshimi obunachilar? Xo'p, bu yerga bizga eng keraklari mana bu kirka va bolta kerak bo'ladi. Bu tarafga esa mana qilich, keyin mana bunaqa lopat, to'xtatdan oladi hamma. Lopatki va mana bu yoqqa qo'ysak, mana bu ancha yaxshi endi obunachilar. Qilich hozircha kerak emas, so mana bunga adashmasam xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Qani yerda ko'raylikchi, xush kelibsiz. O cho'tki chiqdi obunachilar, yaxshi zo'r chiqdi. Xo'p, ana endi yana yuklar bor bu yerda. Xo'p, qo'lim yetmasa ekan, mayli oldiga borib olamiz hammasini endi. Xo'p, bularni olamiz. Xo'p, mana bunday ajoyib buni olib tashlaymiz. Buni hammasini olib tashlasak, bular balki ko'chada ochganimiz yaxshimi deb o'ylayman. Bular ichida narsa bor ekan, lekin obunachilar, opa, yaxshi ko'chaga chiqib ochamiz hozir bularni. Hozir sekin yaxshi. Buni ichida hech narsa yo'q, demak, bu yoqqa. Buni ichida-chi, buni ichida ham hech narsa yo'q, demak, bu ham bu yoqqa. Buni ichida-chi, buni ichida, oho, xolodilnikka kerakli barcha narsalar mana shu yerda ekan. Mayli, tez olib kirib hisob tashlaymiz hozir. Mayli, buni ichida hozir pustoy bu. Buni ichida-chi, buni ichida ham kravat, stollar, bu ham yaxshi obunachilar. Bu yoqqa qo'yamiz. Voy, uzr, mana bu yoqqa demoqchi edim. Mayli, mana shu yerda turib turaversin. Xo'p, hozir biz ichkariga kiramiz va mana buni bu yoqqa Jenson bu yoqqa emas, nabrot mana bu yoq, mana bu joyga va mana bu yoqqa qo'ysak yaxshi bo'ladi. Buni ham mana bu yoqqa qo'ysam zo'r bo'ladi obunachilar. Mana bu yerda stol ko'rgandim, mana stolni bu yoqqa, notebookni bu yoqqa va pechenyalarni mana bu yerga qo'ysak zo'r. O'y, Jenson sal qoldi. Yomon bo'ldi, lekin ozgina qoldi. Boshimni olib ketardi obunachilar. Mana buni bu yoqqa qo'yamiz. Xo'p, bizda nima bor? Bizda ikkita notebook bor ekan, yo'q-yo'q. Bu notebookni mayli mana bu yerga solib turamiz obunachilar. Mana bu yoqqa pullarimni ham mana shu yerga solib turaman, tinchgina obunachilar. Mana shunday qilib va yaxshi. Bu yerda muzlatgich bor ekan, muzlatgichni mayli mana bu yerga qo'yamiz va buni ichiga tepasini ochamiz. Buni ichiga mana bu narsalar hammasini qo'yib tashlaymiz cho'tka qilib. Va mana bu yerda yana ikkita narsa bor ekan. Buni ichida mana bunaqa narsalar, buni ichida ham kerak narsalar bor ekan. Buni olib tashlaymiz. Bo'ldi, bu kerak emas. Mana bu yerga qo'yamiz. Buni ichida-chi, buni ichida ham hech narsa yo'q ekan, bo'ldi. Ana endi bu yerga mana bu qo'yamiz. Xo'p, televizorni mana bu yerga albatta, mana bu gulni esa qayerga qo'yamiz endi tushunmadim. Menga bu qiziq. Mana bu yoqda bo'lsa, bu yoqda bo'lsa, demak gulni mana shu yerga qo'yamiz. Ovqatni esa mana bu yerga qo'yamiz. Pultni esa mana bu yerga. Mana bu esa bitta ortiq qoldi, qayerdandir, bilmayman nimaga. Bitta notebook bilan bitta mablag' ortiq qoldi. Mayli, bularni hozircha yonimizda turib tursin. Yaxshi, hammasi joylashdi, juda ham ajoyib. Albatta, obunachilar yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Bo'ldi, buni ichida hech narsa qolmadi, to'g'rimi? Buni yopamiz sekansalik bilan, mana bunday qilib. Yaxshi, juda ajoyib. Bo'ldi, mashina mana shu yerda turib turaveradi. Mana bu korobkalarni olib tashlasak-mikan? Давайте korobkalarni olib tashlaymiz obunachilar hammasini. Mana bunday. Bu yaxshi. Bularni hammasini hozir qayerga qo'yib turamiz bilasizmi? Mana bu yerga qo'yib turamiz. Xo'p, chunki bular bizga hozir kerak emas. Tomga chiqqim kelsa-chi, mana bu yerni yaxshi solmas ekanman. Mayli, mana bu yerga qo'yib turamiz. Mana bu yerga, bularni mana shu yerga va mana bu yerga va yana 4 ta qoldi. Yaxshi, ustiga bemalol sig'adi. Ya'ni mana shu yerga, mana bu yerga, jinsi mablag' noto'g'ri joyga turib qoldi. Mana shu yerga va bunisi mana bu yerga. Ajoyib, juda ham zo'r. Ana endi biz hozir Agorotda ishlarni qilamiz obunachilar. Agorotda ishlarni qilib, janob merga borib kelishimiz kerak. Bu uyga men bu uyda oldin ham yashaganman. To'g'risini aytsam, bu uyda nimaga men endi qaytib keldim, nimaga narsalarni olib ketgandim, shularga javob berib o'tib ketsam obunachilar, men orada shaharga o'tib keldim. Ana shaharga o'tgan paytda hamma narsamni olib ketgandim va mana shahardan endi keldim 7 oy deganda, 7 oy bo'lgani uchun obunachilar, mana men endi keldim va o'shaning uchun men hali bu uyni ancha joylar esimdan chiqib ketgandi baribir. 7 oy baribir obunachilar, deyarli har oy har xil uyda yurdim, chunki har xil arendada yurganman. Bu degani 7 xil uyni ko'rib turib bu yoqqa kelgandan keyin bu uy ancha esdan chiqib ketibdi obunachilar. Shuning uchun shunaqa gap aytdim boshida. Xo'p, mana bularni bu yoqqa solamiz. Qultnoy, pomidor, bodringlarni bu yoqqa urug'larni solamiz. Bodring bu yoqqa solamiz. Xo'p, kartoshka, archigan kartoshka. Xo'p, archigan kartoshka mana bu yerga lavaga tashlaymiz. Bo'ldi, cho'tki. Endi mashinada boramiz endi obunachilar, to'g'rimi? Oppa, bu yaxshi.
Yo'q, menimcha buni zavod bo'lishi qiyin. Ha, yaxshi va nihoyat bemalol zavod bo'ldi. Birinchi marta mashina. Baribir 7 oydan beri shu yerda turibdi obunachilar. To'g'ri tushunasizlar. Chunki 7 oy minilmagan bu mashina hali. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Hop, sekin-sekin urmasdan, hech qayerga urmasdan sekinlik bilan haydaymiz obunachilar. Albatta, bugungi videorolik sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Hop, qaranglar. Mana bitta risk qilib ko'ramiz. Hozir mana bu yerga haydaymiz-da. Endi bu yerdan orqaga chiqarishimiz kerak mashinani mana bunday qilib. U yaxshi oldinga ozgina olamiz. Yaxshi, yana ozgina olamiz oldinga. Bo'ldi, endi orqaga. Oy, yaxshi. Sekin. O janob merda mashinasi turibdi ekan shu yerda. Yaxshi, benzini ozgina kam bo'lsa kerak-da meni mashinam. Shuning uchun benzin quyib olamiz obunachilar. Mana janob merda uydan. Hop, yaxshi, juda ham zo'r mana. O, mashinani qaranglar, va shu zo'r parkovka qilaman o'zim men. Assalomu alaykum janob mer, yaxshimisiz? Va alaykum salom, o'tiring, yaxshimisan, keldingmi? Ha, keldim. O'zingiz yaxshimi? Ha, yaxshi.